Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin devamlaştırırız inşallah. Nadım neydi o? Ve ba'da tipin bila paslin ala ma'muli fi'lin mustakirrin evvela deydi. Bunun mu? Nasb ixtiyar kılındığın nerse bu mu? Nasb ixtiyar kılındığı diyenlerin özü rab'imi durust demekçi de bunundan. Ama nasb ixtiyar kılındı. Nasb biraz muhtar deydi. Kaçan ise ve ba'da atifin bila paslin ala ma'mul fi'lin mustakirrin evvela. Kaçan düşse ay isimdinkin, isim sabıktinkin biz yukarıda pilotkan isimdinkin bir nimene e, nimene bir pilçisi uqtuğuz bu bir talep uqturgan bir pilçiştir. Mesela emir, nehi, dua bu tügüdme bu. Şuna okşaş ihtiyar kılındı, nesbem ihtiyar kılındı. Kaçan? Bak, şunu nesb ihtiyar kılındı. Kaçan düşse bir o isim bir atıfdinkin, harf atıfdinkin isim düşüp kaptı. İsim nime? İsmi sabık harf atıfdinkin. Ki onun uçucusu cümle fiiliye ilgili olan muşuna okşaş bir nime harf atıfdan keyin kelip qapti. Bu harf atıf bilan ismning orlig'ini fasli qilinmabdi. Qama Zaydun va amran akramtuhu degandek. Mushning o'zidimu mushu nimani desa amran degan ismni zavar qilindi deydi. Va shuncha ixtiyor qilindi nasbni qachon tushsa ism bir atf qiluvchidir. Mesela qanday deganda qama Zaydun va amran akramtuhu. Vosh amran nim bo'ldi deganda bu amran nim bo'ldi deganda bu amran bu bir atıfdan keyin keldi va amran deb. Vav atıfana. Ki ilgili oldu onunla cümle fiiliye ilgili oldu. Qama Zaydun va amran akramtuhu degan o'xshash. Hem bu atıf bilen ve emrendeki vav bilen bu isminin ağırlıkçı hem fasıl olmadı. Ve emren de keldi de. Buna hiç kandak bir fasıl bir nez kirmedi mesela. Bu aletinin üzümü kandak kılındı degende bu aletinin üzerine nes tallındı ve emren de pokuldu deydi. Ve ba'da atifin yani bir atif koğuçu dinkin, vav dinkin Kayıt misali kâme Zeydun ve emren ekremtuhu. Misalimiz şu. Kâme Zeydun ve emren ekremtuhu degende bu isim ana ve emren ekremtuhu deb nerede geldi ise bu harf atıptan keyin geldi. Ve emren. Ki fasılsız bu vav bilen bu isimnin aralığı emrennin aralığı hiç qanday faslı kılınmadı. Başka bir narsa kirib Mesela bazı pasıl kılgaç mı kaldı? Kâme Zeydun ve emma emren pe ekrimhu diyendek. Med vavlen emrenin arasına emma ulen paslı kılındı. Ama manında çok paslısız kip kap kalsa Kâme Zeydun ve emren ekremtuhu dep atıp bilen bu isminin aralığında paslı kılınmışsamış onu kuşaş. Qanday qilindi deganda endi nasbni ixtiyor qilindi deydi. Va ba'da atifin degani atifdan keyin nasb ixtiyor qilindi ki u atif faslsiz bo'lgan bo'lsa. Nimaga desa, avvalda muqimlashgan, mustaqir bo'lgan bir fe'lning ma'muliga ya'ni bir jumla fe'liya boshda bo'lgan bo'lishi kerak deydi. Jumla avvalda bir jumla fe'liya muqim bo'lgan, mustaqirga muqim bo'lgan bir cümle fiiliyeninki ma'mulukçu
atqandan keyin u at bo'lgandan faslsiz atqanib kelib qolsa, atqanib kelib qolsa, shu vaqtda bu atifdan keyin, vovdan keyin bo'lgan ism ham uningki nasbi ixtiyor qilindi deydi. Qama Zeydun va amran akramtuhu degan o'xshash. Mana bana qarab baqsaq, va amran bu ism mushtaqal anhu bo'lgan e, amran nim bo'ldi deganda harf atfdan keyin keldi. Va amran deb. Buning uchun jumla fe'li ilgari chiqdi yana buni beshiga. Qama Zeydun va amran akramtuhu degandek. Bu atif bilan ismning orliq ham pastlik qilinmadi. Va amran deb mubasharatalla atf qilindi. Muholatni o'zida yana nasb qanday qilindi deganda biroz yaxshi sanaladi, ixtiyor qilinadi. Ammo bu amrning rab'is ham durust, nasbmi durust. Ammo shu nasb biroz tanlangan miqdor deydi. Nima uchun deganda bu cümle fi'liyani shu cümle fi'liyaga atf qildik deganlikning jihatidan nasb o'qish nihoyat yaxshi deydi. Xo'sh. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به أنس من بعطفا مخيرا أمدي bu ismi sabıqda yani ilgak isminin üzücü nasb ve rab o'qishinki parallel bo'lishi, o'rtaq barabar bo'lishi. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم بعطفا مخيرا eğer egesse ma'tub nimaga u ismdan xabar berilgan bir pilga egishibdi. U vaqtda ixtiyoriy holatda atf qilgan. Ya'ni bundan bo'lgan maqsad musannif ikki ishninki, ya'ni raf va nasbning javoz ekanligiga. Javoz bo'lganda bu o'xshash ala-sava barobar nasb va raf ikkisi durust deganga ishorat qiladi. Buni surat qanday qilsa qachoniki bir o'lqa ism mushtaqal anhu bo'lgan ism sobiq yana harf atifdan keyin kelibdi. U harf atifchi bir jumla ham ilgari qolibdi. Masalan, Zeydun qama va amrun akramtuhu degandek. Zeydun qama va amrun akramtuhu degandek. Bu yerda ism mushtaqal anhuga ism harf atifdan keyin keldi va amrun akramtuhu deb. Onunga cümleki bir xil cümle ilgiri oldu. Cümle ilgiri oldu. Onun Rabbimi durus ve nesbi kuşam durus. Mesela bunun Rabbi kurşun durusu. Onunki pilninki ma 5 g'iraya qilib. Mush ismninki sadrga rioya qilgan jihatdan. Zaydun qama va amrun akramtuhu deyishda amrun deb o'qilishi mushun ilgari kelgan Zaydun qama degan shu jumlaninki marfu buni rioya qilibdi. Am buni nasb o'qilishi va amran akramtuhu deyish mundaq o'qishi nima uchun desa buningki shu amrandan keyingi akramtahu degan mushu jumlaniki oxirga rioya qilishning jihatidan, chunki akramtuhu deki hu yani mansubda bu zamir mansub muttasildi, buning mahalli nimati nasbdana. Buni rioya qilgan jihatidan amran deb o'qiladi, ajziga keyingi rioya qilib jihatidan Emrun deyişi onun sadrgıyki bu cümleniki ilgayki Zeydun qamaga rioya qilib jihatidan emrun deb o'qiladi deydi.
Muşundaq nim bo'lgan atib qilgan ixtiyorlik berilgan holatda. Ya'ni buningda masalan beytni o'zi kelsak, agar yanlışıp kelsa bir ma'tub bir ma'tubki masalan zaydun qama va amrun akramtuhu deganda ma'tuf qaysi amr shu bir pilga egishib keldi. Pilga egishib keldiki u pillan bir ismdan xabar berilgan bir pilga egishib keldiki qama degan zayd bu pilga egishib keldi. Bu qama degan bu pil ismdan xabar berilgan ana zaydun qama va amrun akramtuhu desak. Muşunun o'zida qanday bo'ldi deganda bu amrun degan ma'tufdi. Bu ma'tuf nimaga geçti desa bir pilg'iki qoma degan pilg'a geçti. Xabar berilgandi. Ash qomi bilan ismdin biz bu qomini chu zaydun qoma va amrun akramtuhu degan chog'da bu qomini men zaydundan xabar qilib bergandi. Xabar qilib bergan mush pilg'a ishib keldida may amrun degan ma'tub. Bunda xo'p qolgan bo'lsa fa'tifan mukhayyara. Atqigan bu ismni ay amrga ismni mukhayyara ixtiyor berilgan holatda ixtiyor qilingan holatda atf qilgan. İhtiyar qilgan buni pishu qiyli degandek va amrun akramtuhu degan va ixtiyor qilgan amran akramtahu deb zabar o'qigan. Pishu qilishi jumlaniki beshidagi zaydun qama degan bu jumlaning sadrga rioya qilgan pishu qilgan amran akramtahu deb zabar o'qilishi buningda shu cümleki acziki ekramtehu degan bu hu yerda zamir mansub muttasıldı bunun o'rni nimiti mansubdi. Andaq acziga rioya qilgan jatidan buni zabar o'qigan. Ixtiyaqin unukun amrunda ixtiyaqin va amranda kun muhayyara yoki fatipan muhayyara buni ixtiyor qilingan holatda atib qilgan deydi. Xo'sh. وإن تلا المعطوف فعل وإن تلا المعطوف لا كتبه وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعتبا مخيرا متكتبه والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح الوداع ما لم يباح أنبياء ربئini tercih kılış. Rab'i yukarıda ketken narsaning boshqasicha rab'i nayti egri keldi, yanglab ketdi bu. Rab'i o'qish. Yuqoriqining boshqasida. Fama ubiha fa'al va da' ma lam yubah. Mubah qilingan narsani qilgan. Yuqorida shart ma'ni qilsangiz bo'ladi deganingizni shunday qiling. Narsa o'qisangiz bo'ladi degan narsani o'qing. Rab'i o'qisangiz bo'ladi degan rab'i o'qing demakchi. Fama ubiha fa'al. İbah qilgan, mubah qilingan narsa qilgan. Vada' ma lam yubah va mubah qilinmagan narsani shu tark etgan. O musanniflarniki diginiga qiyishmagan deydi. Bunun demek ikki ish nim bo'ladi, durust bo'ladi deydi. Bunun demek shu nimisi rab'i mashhurroq ma'noda. Va rab'u fi g'ayrillazi marra rajah deganlikning o'zi bunun demek ikki ish yani raf va nasb ikkisi durust. Ammo raf'i biroz ixtiyor qilindi deydi. Qandaq va qachon desa ashundoq bo'lish har qanday qismki uning nasbini vojib sanalgan nasl bo'lmasa, vojib sanalgan nasl bo'lib qolsa albatta uni bo'lib qolib qoladi. Vojib o'qish to'g'ri, nasb o'qish to'g'ri keladi. Uning rafiy o'qishni vojib sanalgan nasl bo'lsa bo'lmaydi. Uni rafiy o'qish vojib sanalgan, ijob qilgan nasl uni rafiy o'qish vojib bo'lib qoladi. Va uning nasbi nima tarjih qilgan nasl bo'lib qolsa yana bo'lmaydi-da. Mesela Zeydun zarabtuhu diye olmuş. Ve Zeyd'ne Rabbi kıldı. Ve nesbimi duruz, Rabbim duruz. Ama yaxşısı Rabbi duruz ki Zeydun zarabtuhu deyiş neydi, yaxşı dedi. Çünkü ne için degende bir yerde
bir nas bekali kıllam yani zemir keltuduk zeyden dep ukup zeyden zaraptuhu dep bunun beş şığa zeydundun bini mehbik açıkıp ne bileyim de zaraptudun bini bin amildin bini mahzup kılıp bekali bek kıgallık bu nimedin yakşemas mı deydi. Yani adamın idmarını yakşı deydi. Şu garak deydi da. Zeydun zarabtusun Zeydun mubtada olsa zarabtuhu cümle piyaliye haberlos tügümem do. Eğer Zeydan zarabtu olganda Zeydan da dok bunun amil beşi de mahzup zarabtu Zeydan degen boldu. Bu zarabtu onun amil müştakil olgan boldu. Degenden. Bunun rapi ukhli kıllamla Zeydun mubtada zarabtu cümle piyaliye haber degen nayt yakşı. Yani rapi okuş nayt muhtar deydi. Nemi için degende bir yerde bir narsa hazb qilmay kelganlik kaltuganlikni o'zi hazb qilib kelganlikdan yaxshiroq emasmi deydi. Beka bu yerda pilning birisi mahzubkan degandan mahzub qilmaydi. Qilam zaydun mubtada zarabtu xabar jumla bermish shu deplamda zayd mubtada zarabtu jumla fe'li xabar deganlik yaxshi. U vajdan rabbi o'qisangiz umi bo'ladi deydi. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. Ee, Enbiya'da her jarlan meşgul boğanınki meşgul olgan her jarga meşgul boğucunun özünü passa qilish her jarla meşgul boğucunu passa qilish ya idofatlan meşgul boğucunu passa qilish xuddi bu paslning o'zi vasli o'xshashla bu pasli ayirayotganlikni o'zi vasli qilib ularnikilar ayirmagan o'xshashla aqiyverdi deydi vasli o'xshashi joriy bo'ladi. Mesela qandaq desa Zeydun zarabtuhu deptuk. Bunun da nim bo'ldi deganda bunun da hech qanday nim bo'lmadi. Bu fasl bo'lmadi. Buni vasl keldi zadi Zeydun zarabtu deganda. Zeydun marartu bihi deganda bunun da fasl oldu mesela. Ha meda mecrur ba bilan fasl oldu. Zeydun zarabtu gulamahu degani burada hu nimlen fasl oldu. Gulam degan ismdan fasl oldu. Zeydun zarabtuhu deb bo'lmay, Zeydun zarabtu gulamahu deganlikni o'zida bu yerdagi hu zamir ash ismi sobiq qaytargan zamir g'ulam degan bir ism bilan fasl qilib qoldi. Buni o'xshash harf jarlan yoki izofat bilan mashg'ul bo'luvchining o'zini ya'ni shu nimani meşgul oluşunun özünü paslı kılış, o da vaslı kuşuşlu kılınan, yani o paslının özü, nimkallık, o paslı kımıganının hükümde buluverdi o. Kaçan, kayada, her cerlen paslı olsa, ya ki idafetlilen paslı olsa, bunun paslısını kata kılmaydı ki, vaslı kuşuş cari buluverdi o dedi. Vaslın yecri, vaslı kuşuş akı verdi o dedi. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. برابر قغن deydi. Savva yusavvi. Savvi. Beraber kılın. Muşu babda. Nemine yazsa bir sıfat ne? Ki emel kılalayıkan sıfatlar var da. İsim fail, isim mef'ul, isim müşebbeh. Ve bunun oxşaşları mastar degandek. Bu xil amal qilinadigan sifatning o'zincha mushbobda fe'lga barobar qilgan. Ya'ni ash bobning o'zi masalan ism fa'ilchi ta'lama modi mansil bo'lmasa mustaqbal va hol mansil turib kelib qolsa ism fa'il o'zini fe'lning amal qildi deydik ya. Shu vaqtning o'zida masalan ism fa'ilning o'zigicha ism fa'ilning o'zini mushu fe'lga o'xshash muomala qilib mush amalning o'zicha fe'lga qo'shayotgan.
barabar qilgan mushu bobda bir amalning egasi bo'lgan sifatni nima barabar qilgansa fe'lga barabar qilgan. Agar birda bir to'sancha hosil qilmasa, birda bir putlikashchan hosil bo'lmasa, onun o'zini sifatni masalan o'zining fe'liga qo'shib qilib, ash sifatning o'ziga amal bergan deydi. Mesela Zeydun ana daribuhul ane deptu. Yaki ev gaden deptu. Bir adam de sımpail daribuhu hazır mend oldu. Hazır yaki ev gaden yaki mustakbel mens oldu. Eğer zaman mens mazi mens olsa amel kılamaydı. Zeydun ana daribuhu emsi digilunmaydı. Madi yaki hazır yaki mustakbel mense bos sımpail amel kılalaydı. Bu vaqtning o'zida qanday qilgan deganda mushu xil sifatga zarib bo'lgan sifatga pilning amalni berginki simpayilmi o'zing pilning amalni qiyson deydi. Sen Zeydun ana daribuhu emsili olmaydı. Vaqt Zeydni uchun nasb o'qish bo'lmaydi. Mesela. Xo'sh. Ha. Kaçan degende illem yakun maniun hasal dedim bunu. Bu gap bilan musannifniki maqsad nima? Buningdan nimani ko'rsatdi? Bu nimitni ehtiroz deganda bu sifatga amal qilishdan birda bir to'sancha paydo bo'lib qolsa. Masalan, uni iliflam kirib qolib qolsa, u sifat amal qilinmaydi. Zaydun ana ad-daribuhu deganda bu iliflam bu sifatni cho amaldan yig'ib qo'ydi. Bu vaqt bu simpayil amal qilinmaydi. Bu vaqt u zaydni nasb qilinmaydi. Chunki iliflamdan keyin kelgan narsa o'zin o iliplamdan ilgak narsada amal qilinmaydi. Shunga Zaydun ana daribuhu deyish bu Zaydni uchun nasb o'qish bo'lmaydi-da bu vaqtda. Zaydan ana daribuhu deyilmaydi. وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. Olqa degan bir irtibot va ittisol demakchida bir aloqa demakchi olqa degan aloqa asli bo'lgan bir aloqa bu nimaga bir tobe bilan asli bo'lgan bir aloqa bir aloqa o'xshashki shu ismninki ismil voqeaning o'ziga bo'lgan aloqa o'xshashlar deydi. Masalan bu gapdan masalan tobe bilan bo'lgan ba'zi o'xshashlar bor-da. Onun ma'nosi masalan bir ajnabiy bir narsa amal qilibdi. Va bu fe'l ism sobiqning zamiriga ham mashg'ul bo'lib qilibdi. Masalan, sifatdan alaylik. Zaydan masalan Zaydan zarabtu rajulan yuhibbuhu debdi. Zaydan zarabtu rajulan yuhibbuhu. Buningda mushu fe'l qanday qiladi deganda amal qilib qolgan bo'lsa bir ajnabiyda. Zaydan zarabtu rajulan yuhibbuhu desak, mushu fe'lki ajnabiyda amal qilib qolgan mushu bir fe'l amal qilib qolsa, rajulan degan ajnabiy demakda buningda. Va buni qanday qilindi degan agashtirilsa ism sobiqning zamirigacha mashg'ul bo'lgan narsaga yana matbu qilinsa ism sobiqki yuhibbuhuninki ism sobiq hu zaydan qaytatdi. Mushnuga hamda
egeştirilip ki yani bu reculen metbu olup yuhibbuhu tabi olsa demek işte da bunun. Tabi olsa. Ya ki mesela et bir bayan bilen. Ya ki et bir bayan bilen. Zeyden zarabtu emren abahu diyen okşaş. Bunda koğallada bunu co degende bunun üzerine kandak kılındı o dese ay isimnin üzlen ay pilinin kendini çıkar isimnin üzdeki alaka okşaşlık kılgan tabi bilen asıl olan bu irtibat alakını ay isim sabıkının ki üzülen düşken alakanın üz okşaş kılgan ki ee, yani ecnebi kelime kaçan bunu egeştirilse, bunu metbu kılınsa, yani yukarıki isim sabıkının zamiri olgan nesige, isim sabıkının zamiri boğan, nesin üzgükene egeştirilip bu ecnebi metbu kaptı, o zamir tabi yoktu. Eli diyendek, Zeyden zarabtu reculen yuhibbuhu dedik. Raculen degan man itba qilindi, matbu qilindi. Nimaga? Deganda yuhibbuhu degan mushu hu ism sobiqning zamir bo'lgan narsaga zamiriga matbu qilinibdi. Yuhibbudiki hu zaydan qaytatdi bo'lmasa. Mush vaqtning o'zimicha buning o'zini jara majra sababiy xuddi sabab o'rnida oqquchi o'xshash qilganki bu aloqani bu tabi bilan hosil bo'lgan aloqani o'sha o'xshash uni haqiqiy ismninki uzlan bo'lgan aloqa o'xshash qilgan deydi. Masalan, uni biz zaydan zarabtu amran va axahuma debdik. Zaydan zarabtu amran va axahu. Bunun da amran et bir bayan değil. Et bir bayan bilen nim boldu. Et bir bayan üzüm matbusunu izhar kılattı da. Bunundaki alaka irtibat xuddi nim bilan bo'ladi deganda ay nim bilan xuddi bir sababi bilan bo'lgan aloqa irtibotlarning o'zi o'xshash bo'ladiki Zeyden zarabtu raculen yuhibbuhu degan gapni o'zi yig'ib aytganda Zeyden zarabtu g'ulamahuning o'rnida bo'ludi, shu o'rniga tushirildi deydi. Va shunisi ham qog'alar mana shunday deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz inshaalloh shundan kifoyalanib turaylik. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.